Dünyani titretken balalar. 10 iyun tushdan keyin soat 3da Turkiyadagi surgunda hukumat, Buyuk Turkistonliklar jamiyati, Mahmud Qashqar jamiyati, Dunyo Uyg'ur ayollar birligining tashkillashi bilan Turkiyada yashayotgan Uyg'ur farzandlarimiz Istanbuldagi Amerika konsuli oldiga yig'ilishib, Suriyadagi terrorlik tashkilotlarining kontrolli ostidagi hol lagerida tutib turilayotgan 1500 ga yaqin yetim bolalar bilan 500 nafar Uyg'ur ayollarning qo'yib berilishini talab qilib bayonot e'lon qildi. Ösmirlər tushlik tillari bilan hol lagerda tutib turilayotgan onalarning, balalarning gunohsiz ekanligi, agar ular Xitoyga qaytarilsa, Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'urlarning beshiga kelayotgan fojiaga o'xshash qismatga duchor bo'lganligi, balalarga erkinlik berilishi kerakligi haqida bayonot berib, Amerika konsulining bularga ega chiqishini va Turkiya Cumhuriyeti Dunyo inson haqlari tashkilotlarining buningga sukut qilmasligini talab qilishdi. Balalarning Sharq Turkistonga mustaqillik, uxlamanglar insonlar, balalarga ega bo'linglar degandek shuarlari bilan atrofdagilarning diqqatini tortdi. Bu qitimliq namoyishga 150 nafar yosh o'smirlar qatnashgan bo'lib, ziyoratimizni qabul qilgan Gulgina Idris xonim mundaq dedi. Bugun Turkiya Istanbulda faoliyat qilayotgan ijtimoiy tashkilotlarimizning tashkillashi bilan Amerikaning Istanbuldagi konsulxonasi oldida kelgusining umidlari bo'lgan ummaq farzandlarimizning qizg'in ishtirok qilishi bilan Suriyada tutqun qilingan xonim qizlarimiz va Narsiyada farzandlarimizning tajovuzchi Xitoyga qaytirilish xavfiga qarshi turib, inson haqlarini qo'g'dash yuzasidan Amerika hukumatiga taklifnoma sundiq. Bu faoliyatning maqsadi nima deganda, asosiy maqsad tajovuzchi Xitoyningki zulmidan qochib Suriyada asir bo'lib qolgan va tajovuzchi Xitoyga qaytirish xavfiga duchor bo'layotgan, xo'rlanayotgan, o'lim girdobida turayotgan miskin xonim qizlarimizni, Narsiyada farzandlarimizni o't ichidan qutuldirishda xalqaroning diqqatini qo'zg'ash, Xitoyga shu narsalarning qaytarilsa faqatla o'lim zindonga mahkum bo'lganligini nola qilish uchun Amerikaning Istanbuldagi konsulxonasiga bordik.